Rossiya davra qilingan uyimizda periodika qilish ishlari davom etyapti. Ko'rib turibsizlar, biz faqat noldan uy qurmaymiz. Shunaqa uyingiz bo'lsa, agar buni devorlari yaxshi bo'lsa, bir qator tekshiruvdan o'tadigan bo'lsa, buni o'zini o'zgartirib berish ham xizmatlari bor bizda. Bu uyimiz ko'ryapsizlar. O'zgartiramiz. Ikkita xonasi bor buni. Bu yerda xo'li va to'g'ri bitta xona, bu tomonda ikkita xo'li bor. Buni hozir o'zgartiramiz. Shu xonani ikkiga bo'lamizda, tashqi tomoni bu tomon uchun sanuzel bo'ladi. Orqa tomoni esa bu tomon uchun sanuzel bo'ladi. Bu yerdan hozir mana shu yerdan eshik ochiladi. Deraza kattaytiriladi va bitta o'g'il uylash uchun ikkita xona va o'zining ichki sanuzellari bilan bo'ladi. Bu tomonda esa ota-onasi uchun bu yerga hozir zal qilinadi, katta qilib, xollari bilan oshxona qilinadi katta. Mana shu xolldan mana shu xollga o'tadigan joy bo'ladi. U yerda ham ikkita xona o'zining sanuzellari bilan bo'ladi. Sharoit qilib beramiz, chiroyli qilib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta nomerini pastga yozib qoldiraman. Shunaqa ishlar bo'lsa ham, liboy ish qilishar ekan, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Andijon kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.